Assalomu alaykum do'stlar. Hozir qo'limda ikkita metal detektor. Hozir shularni obzorini ko'rib chiqamiz. Endi buni ko'pchilikka tanish. Bu yangi kelgan detektorimiz. Bu knopkasi yo'q, bunga o'xshagan. Bu sensorli datchiklari bor. Xo'sh, yoqish qanday bo'ladi buni? Men tepaga qilib 5 soniya ushlab tursa, 2 marta ovoz chiqarib ishlaydi. Xo'sh, mana chiyilyapti, mana. Demak, oshqozonda bor ekan. Endi buni o'chirish mexanizmi. Yana 5 soniya tepaga ko'tarib turamiz. Mana o'chdi. 2 marta signal beradi. Xo'sh, endi o'zimizni eski bo'ridan boshlaymiz. Mana chiyillash bor bunda ham. Mana ovoz kelyapti. Bu oshqozonda metal bor ekan. Bunda ko'tarib o'tirmaymiz, buni knopkada bosamiz. Endi ikkalasini bu zamonaviy varianti, bu endi rossiyskiy desak ham bo'ladi уже. Shuning uchun mana bu уже yondi yana. Tepaga yana 5 soniya tursa yana yonadi. Ozgina ishlatiladi-da. Mana ishlatib bo'lingandan keyin tepaga qilib 5 soniya qilsa, yana jiringlab o'chadi. O'zi 1 daqiqadan oshiqroq ishlatish kerak.